Original 7 ot kuchli motoblok xarid qilib olaman akalarimiz uchun agroservis do'konlariga 7 ot kuchli original Texam motobloklarimizdan juda ham katta assortimentda yetib keldi akalar. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga bularni qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz va bu motoblokni olgandan so'ng nima ishlar qilishlari mumkinligi haqida ham qisqacha aytib o'tib ketamiz aka. Bo'lsam, videoni boshladik. Xo'p, bu motoblogimiz yoqilg'i to'ri bizin boklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Motoblogimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Vozduxning filtrlari maslinli bo'ladi. Maslinli filtrlariga 50 gramdan 100 gramgacha bo'lgan moylar quyib bergan bo'lsanglar, motorlar umri uzoqqa yetishiga sababchi bo'ladi. Yurg'izish joylari zavodning orqali yarimta tortga zavodit oladi va sizga juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Frezalari 4 qatordan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'linadigan original qalin frezalardan qo'yib beriladi. Xo'p, bloklari ham, korobkalari ham katta korobkalardan qo'yilgan bo'ladi. Hop, bunga endi motoblogimizni skorlari oldiga 2 tadan va orqaga bittadan skorlarigacha qo'yilgan. Rollari uzun variantidan bo'ladi. Orqaga bitta zadniy xudlarigacha qo'yib qo'yilgan. Motoblogimiz o'zining komplektida kulish-pulishlari, dokumentlari o'zida bo'ladi. Ichidan chiqargan narsalarni o'ziga qo'shib beriladi akalar. Xo'p, bu motoblogimizga o'zimizdan 1 yildan bo'lgan garansiyalarigacha qo'shib berilyapti. Garansiyalar nimaga amal qiladiganlar uchun, garantiyalari motor korobka tomonlamasi atskoy defekt bo'ladigan bo'lsa, sizga 1 so'm pul rasxod qilmasdan tuzattirib beriladi. Xo'p, mana bu drill balgargalarni nimaga buni ustiga qo'yib qo'ygansizlar deganlar uchun, bularning ichida bor akalar ko'rishingiz mumkin. Bu agroservis do'konlaridan kelib motoblok xarid qilib olganinglar uchun xuddi shunday drill yoki balgarka, shurpayor, nabor, kurush naborlari tekinga tarqatib yuborilmoqda. Ko'rishingiz mumkin, yangi drilllarimiz, salafam drilllarimiz kelgan yillarda biz do'konga kelib 7 ot kuchli motoblok xarid qilib olganinglar uchun agroservis do'konlaridan motobloklarga bonuslarni ham qo'shib beryapmiz. Bonuslar xuddi shunday katta balgarkalar yoki drill apparatlari. Ularni olish sharti juda ham oddiy. Videoga like bosib, kommentariyaga omad yozasiz va biz do'konga kelib istalgan turdagi 7 ot kuchli motoblok xarid qilib olganingizdan so'ng do'konimizning ichki tomonida ko'rishingiz mumkin omadli barabanimizni joylashtirib qo'yganmiz. Bu omadli barabanimizni kelib motoblok xarid qilib bo'lib, motoblogida bemalol mashinalarga yuklab bo'lib, keyin kirasizlar. Bunga bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Bu baraban uchun hech qanaqa pul olinmaydi. Oddiygina pachinida turadigan barabanimiz bo'ladi. Bitta aylantirasizlar, sizlarga nimaiki tushadigan bo'lsa, shuni tekinga berib yuboriladi. Ko'rishingiz mumkin, sovg'alar terib tashlaymiz akalar, 1 so'm pul olmasdan qo'shib beriladi bular. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi akalar. Qishloq xo'jaligi texnikalarini yoki xuddi shunday dvijoklarni, karcher sistema, dori sepadigan apparatlar, suv nasoslar, pumpa motorlar, har xil narsalarimizdan bor. Kimga qanaqa zaifchasi yoki texnika kerak bo'lsa, ekranni pastki nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha harakat qilib topib, optim narxda qilib beriladi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.